menimcha 13-chi qishloq bo'lsa kerak. Tak. Men o'zimga uy tanlashim kerak. Qaysi uy bo'larkan a? Xo'sh. Bu uy bo'ladimi? Yo'q, bu uy juda ham katta, demak. O'tgan qismda men avtosalonimga yangi mashinalar sotib olib keldim. U mashinalarni bugungi qismda ajoyib narxlarda sotaman va sizlar kommentariyada yozib qoldirgan mashinalarni o'sha narxda sotishga harakat qilaman. Qanunda videoni boshladik. Xo'sh, bugun mana shu mashinalarni sotishim kerak, lekin hali bularga narx belgilaganim yo'q. Narx belgilash kerak. Mana mashinaning nomi nima? Mana nimadir deb yozilgan ekan. Men bilan boshlanadi. Xullas bilmadim qanaqadir uddar mashina. Bunga qarshi narx belgilashim kerak. Bu mashinaning narxini necha pul belgilasam ekan? O'zim 1,5 million dollar olib kelganman. Buni 2 million 300 ming dollardan sotaman mana shu mashinani. Tak, bizda BMW bor. BMW 2 million dollarga kelgan. 3 milliondan sotaman. 1 million qolishi kerak menga. Tak, bizda Lamborghini bor. 5 million 300 ming dollarga buni sotaman. Chunki 4 million 300 ming dollarga olganman. 1 million qoladi bundan ham. Tak, bu mashina 500 ming dollarga kelgan va buni 900 ming dollar sotaman. Chunki mana shu narxlar juda ham ajoyib narxlar. Bundan qimmat qiladigan bo'lsam, o'sha hech kim olmasa ham kerak. Wow, Lamborghini'ni. Prosta menga nimasi yoqadi, nima edi? Saloni yoqadi mashinani. Juda ham chiroyli ishlangan va juda ham yoqimli, chiroyli ko'rinadi ko'zga va narxi ham anchagina qimmat. Tak, bugun klientlar bilmadim, ko'rinmayapti nimadir, balki endi kelib qolishar yoki kelib qolishmas, kimdir keldi. Tak, kutamiz. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi. Mana bu mashinangiz qanchadan? Bu 2 million 300 ming dollar. Bo'ldi, olaman. Wow, BMW menga yoqadi. BMW qancha? BMW'miz 3 million, 4 million dollar. Bo'ldi, gap yo'q. Lamborghini qancha? Lamborghini 5 million 300 ming. Bo'ldi, gap yo'q. Ana endi mana bu-chi? Bu 900 ming dollar. Bo'ldi, gap yo'q. Hammasini sotib olaman. Qarorchi, faqat yetkazib berasiz, chunki meni haydovchim yo'q hozircha. Lekin men kichik millionerman. Bo'ldi, gap yo'q bratan, hattoshi. Mana pullaringiz, sanab oling. Bo'ldi, sanab olamiz. Tak. Okay. 5 bo'ldimi? Nechi bo'ldi? Tak, sanayda to'xtangda. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tak 18, 19, 20, 21, 22, 23,